Demak, boya aytganimizdek, 19:05 da boshlaymiz dedik. Hamma joyda o'zi qayerda masalan tizim ishlagan joyda biznes ham boshqa ham yuradi. O'shaning uchun aytilgan vaqtda boshlanadi. Kechikkanlar endi o'zlaridan xafa bo'lsin. Lekin juda ham ko'pchilik murojaat bilan chiqib, bugungi prezentatsiyada ishtirok etishmoqchi edi. Mayli, boshlayveramiz, balki kirib qolishar. Xo'p, o'rtoqlar, meni tanimaganlar uchun o'zimni qaytadan tanishtiraman. Sarvar Tursunovman. O'zim meditsina xodimiman. Bir necha yildan buyon biznes sohasida faoliyat yuritaman. O'zimni xususiy klinikam bor, Sarvar Medical Shifo klinikani asoschisiman. Asli o'zim Qashqadaryodanman, Shahrisabzdan. Va hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha biznes qilaman. Qo'shimcha ravishda hozir hammangiz mana shu ma'lumot olmoqchi bo'lgan Premium International kompaniyasida O'zbekistondagi ilk liderlardan biri bo'laman. Xo'p, asosiy masalaga o'tamiz. Hozirgi kunda ko'rib turibmiz, dunyo o'zgaryapti, bozor o'zgaryapti. Endi oldingi holatdagi, oldingi tizimdagi bozor bilan siz bozorda o'zingizni ushlab tura olmaysiz. Yoki bo'lmasa, oylik ishda ishlayotganlar, mana hozir Instagramdagi murojaat bo'yicha chiqqanlar hammasi juda ko'pchiligi 90% hammasi o'sha oylikdagi yetishmovchilik, kredit to'lovlari, inflyatsiyaning pul anaqasini darajasini hisobiga yetishmovchiligini asosan hamma bu biznesga ana shunaqa muammo bilan kirib keladi. Inshaalloh bu prezentatsiyani oxirida sizni hayotingizni yaxshi tarafga o'zgartiradigan bir nima deydi, nuqtani topasiz deb o'ylayman. Buning uchun nima qilish kerak bo'ladi? Prezentatsiyani boshidan oxirigacha diqqat bilan tinglang, chunki bu hayotingizni tubdan o'zgartiradigan narsa. Agar siz buni tushuna olsangiz, oldingizda qog'oz va ruchka bo'lsin, kerakli savollarni boshidan yozib boring, birorta savolingiz qolib ketmasin. Oxirida savol berish uchun men vaqt qoldiraman va savolingizni berib qo'shimcha javoblar olishingiz mumkin. Demak, hamma tayyor bo'lsa, demak boshlaymiz. Bu kompaniya haqida men qisqacha birinchi ma'lumot berib o'taman. Kompaniya Germaniya kompaniyasi. Nima uchun PM International? Bu premium so'zidan olingan, qisqartirilgan PM International deyiladi. Premium so'zini bilamiz, bu eng yuqori darajaniki mahsulotlar ishlab chiqaradigan kompaniya hisoblanadi. Juda ham ko'pchiligimiz bor, mana shu Germaniyaga borib ishlash va hokazo kabi orzu maqsadlari bor insonlar bor. Endi bu sizga orzu emas. Germaniya kompaniyasi sizni oldingizga keldi. Siz uyingizda turib, o'zingizning vataningizda turib, ne только Germaniyada, balki butun dunyo bo'yicha biznes qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Nimaga? Mana hozirgi kunda men boya ham aytdim, bozor o'zgaryapti. Kerak bo'lsa, Amerikadan turib, sizni qo'shningizga mahsulot sotib qo'yapti. Kerak bo'lsa, Rossiyadan turib sizni qo'shningizga yoki oila a'zolaringizdan kimgadir mahsulot sotib qo'yapti. Nima uchun? Chunki bozor o'zgardi. Butun dunyo bir bozor degan naql bor. Butun dunyo bir bozor. Endi hozirgidek siz o'zingizda bir nima deydi, shahringizdan kelib chiqib biznes qiladigan bo'lsangiz, bu biznesni siz yutqizasiz. O'rta Osiyo yaqin 5 yil, 10 yillik ichida yangi tizim kirib keladi va mana shu yangi tizimni hammadan oldin tushunib, bu tizimda ish boshlaganlar eng g'oliblar sirasiga kiradi. Xo'p, mana bu yerda anaqani yo'q bo'laydi. Ekran. Boshladim chek. Aytdingmi? Ha, aytganman. Bitta chek tashladim. Iltimos mikrofonni o'chirib qo'yamiz. Şuan bo'ladi. Şuan kimga qilib bilsam? Bilayapman, siz bo'lishiga ta qolishga kerak. Tash otganiga ko'rmaydigan. Mikrofonni o'chirmaganlarni, afsuski mikrofonlarni bloklab qo'yishga majburmiz, chunki o'zaro hurmat yo'qolmasin. Xo'p, ekran ko'rinyaptimi hammaga? Ko'rinyapti. Demak, azizlar, imkoniyatlar taqdimotiga xush kelibsiz.
PM International kompaniyasi Yevropadagi eng yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlari va kosmetika mahsulotlarini taklif qilgan holda sog'lik va go'zallik sohasida ishlaydi. Kompaniya 1993-yilda Germaniyada asos solingan, ishlab chiqarish bo'yicha Yevropadagi eng yirik kompaniyalardan biri hisoblanadi. Va 2016-yildan buyon Lyuksemburgskiy fan va texnologiya universitetlari bilan hamkorlikda mahsulotlar ishlab chiqaradi. Yevropada sotish hajmi bo'yicha birinchi o'rinda turadigan kompaniya hisoblanadi. Butun dunyoda esa 6-o'rinda turadigan kompaniya. Demak, siz mировой уровеньdagi 6-chi, ya'ni top 10taga kirayotgan kompaniyada ishlash imkoniyatiga egasiz. Azizlar, bilamiz, Germaniyada ishlab chiqarilgan mahsulotlar bu albatta sifat belgisi. Bugungacha Germaniya mahsulotlarini brendli mahsulotlardan foydalanganlarimiz bor oramizda, to'g'rimi? Mana avto biznes sanoatida ham mana Audi, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen bu brendlarni bilmagan insonlarning o'zi yo'q. Yoki bo'lmasa kiyim anaqasida ham Adidas, Puma, Boss bular hammasi brendli kiyimlar. Bitovoy texnikada ham mana Bosch, Braun ayollarimiz ishlatadigan bular ham brend narsalar. Karcher butun anaqalarda moykalarda foydalanadi. Bu ham Germaniyani brendi. Farmatsevtlarimiz biladi, aptekadagi eng nima deydi, kачественный farm preparatlari bu albatta Bayerni preparatlari hisoblanadi. Bu ham brend mahsulotlari. Ko'rib turganingizdek, Germaniya ishlab chiqargan har bitta mahsulot brend bo'ladi u. Boshqachasiga iloji yo'q. Chunki eng sifatli mahsulotni ishlab chiqaradi. Va o'rtada ko'rib turishingiz mumkin, PM International bu bizani kompaniyamizning logotipi. Ko'rib turishingiz mumkin, kompaniyaning asoschisi va boshlig'i Rolf Zorg. Kompaniya butun jahon to'g'ridan-to'g'ri sotish assotsiatsiyalar federatsiyasi a'zosi hisoblanadi va o'sha federatsiyani barcha hamkorlari manfaatlarini ko'zlab ish tutadi. Shu bilan birga kompaniyamiz 6600 dan oshiq bolalarni, qarovchisini yo'qotgan bolalarni otaliqqa olgan, ya'ni ularni yotib turishi, oziq-ovqati, kiyim-kechagi, ta'lim tizimi, sog'ligi, xullas hammasini otaliqqa olgan, bir so'z bilan aytganda. To есть bu yerda qilayotgan har bitta qadamingizdan, har bitta sizni sotuvingizdan qanchadir qismi albatta ehson uchun ajratiladi. Dunyoda eng tez rivojlanayotgan kompaniyaga xush kelibsiz. Kompaniya 1993-yilda tashkil topgan va bugungacha ko'rib turishingiz mumkin statistikadan yildan-yilga savdo aylanmasi faqat va faqat o'sgan dunyo bo'yicha yagona kompaniya hisoblanadi. Bunga o'xshab uzoq yillik kompaniyalar juda ham ko'p, lekin hech qaysisida yildan-yilga o'sish kuzatilmagan. Qaysidir yili balandroq bo'ladi, qaysidir yili pastroq bo'ladi. Shuncha pandemiya yillari o'tdi, krizis davrlari o'tdi, lekin shunga qaramasdan kompaniyamiz tovar oboroti yildan va yilga o'sib, hozirgi o'tgan yilgi sarhisobga ko'ra 3 milliard 250 million dollar yillik tovar oborot. Milliardli kompaniyaga xush kelibsiz. Bunaqa kompaniya hamma kompaniya nima deydi? Yillik tovar oborotini sizni ko'z oldingizga mana qilib ochiqchasiga chiqazib bera olmaydi. Endi qanday nimalarga javob berish kerakki, kompaniya tovar oboroti yildan yilga o'sishi uchun? Demak, birinchi o'rinda mahsulot sifatli bo'lishi kerak. Xo'p, mahsulot sifatli bo'ldi, aytaylik, xo'p, mahsulot sifatli, lekin mahsulot sifatli bo'lganda ham uni bozorga kirituvchi, bozorga taklif qiluvchi odam bo'lmasa, baribir savdo pasayishi kerak. Demak, shundan ko'rib turishingiz mumkinki, kompaniyaga kelayotgan liderlar, ya'ni sotuv menejerlari ular boshqa joyga o'tib ketmaydi. Qachon inson bitta ishdan boshqa ishga o'tmaydi? Qachonki topayotgan daromadi hamma narsasiga bemalol yetadigan, yaxshi daromad topadigan bo'lsa, u insonlar boshqa joyga o'tib ketmaydi. Shundan ham bilishingiz mumkin kompaniya qanchalik zo'r kompaniya ekanligini. Mana boya aytganimdek, dunyodagi eng tez rivojlanayotgan kompaniya top 10 talikda mana ko'rishingiz mumkin 6-o'rinda turibdi. Bundan tepadagi kompaniyalarni ko'rishingiz mumkin, hammasini tovar oboroti pastlagan, bizaniki faqat va faqat yuqoriga ko'rishingiz mumkin. Yashil strelka bilan ko'rsatib turibdi. Demak, global kengayish imkoniyati sizda mavjud. Men boya ham aytdim, siz bu yerdan O'zbekistonni o'zidan turib,
butun dunyo bo'yicha biznes qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Siz Qozog'istonda bo'lasizmi, Qirg'izistonda bo'lasizmi, Rossiyada bo'lasizmi yoki Amerikada bo'lasizmi, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar bu kompaniyada ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozirgi kunda kompaniya 45 dan ortiq turli mamlakatlarga ofitsialniy kirib borgan. Sizda savol tug'ilishi mumkin, nimaga 93-yildan buyon tashkil etilgan shunaqa taniqli kompaniya bo'lsa, nimaga hali biz eshitmaganmiz degan savol tug'ilishi mumkin. O'zbekiston, xususan O'rta Osiyoga endi kirib kelyapti bu kompaniya. O'shaning uchun ham siz bu haqida eshitmagansiz. Yevropada, Rossiyada, Amerikada va boshqa mana rivojlangan mamlakatlarda ular bu haqida o'zi bilishadi. Ko'rib turishingiz mumkin, mana o'ng tarafda demak xalqaro bosh qarorgohi Lyuksemburgda joylashgan, Yevropa bosh qarorgohi Germaniyada, AQShda Floridada, Singapurda, Osiyo bosh qarorgohi esa Singapurda joylashgan. Agar Yevropada tanish bilishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, qarindoshlaringiz bo'ladigan bo'lsa, oila a'zolaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol Yevropa bosh qarorgohiga borib ko'rishlari mumkin. Demak, ko'rishingiz mumkin, kompaniya ilmiy olimlarning kengashi, demak, kompaniya har bir mahsulot ishlab chiqarishda 350 dan oshiq olimlar kengashi ishtirok etadi. Bitta mahsulotni ishlab chiqarish uchun 350 ta olim ishlaydi. U yerda aytaylik, professor terapevti ham bor, professor endokrinologi ham bor, professor diyetologi ham bor, fiziologi ham bor va mana shuncha mutaxassis yig'ilib bitta mahsulot ishlab chiqaradi. Bu ham albatta mahsulotni sifatidan dalolat beradi. Chap tarafda ko'rishingiz mumkin, bizlar uchun eng asosiy kerak bo'ladigan halol sertifikati. Bizlar musulmon mamlakat, bizlar insonlarga taklif qilganda insonlar so'raydi, bu ichadigan mahsulotlar halolmi, hayvon mahsuloti qo'shilmaganmi deb so'raydi. Yo'q, mana ko'rib turishingiz mumkin, halol sertifikati bor. Keyin pastda ko'rishingiz mumkin, GMP Made in Germany degan yozuvni ko'rishingiz mumkin. GMP sertifikati o'zi hech kimni hayron qoldirmay qoldi, chunki juda oddiy mahsulotlarga ham GMP sertifikati urib berishyapti. Lekin GMP Made in Germany bu o'zi umuman boshqa o'rin. Buni bilganlar biladi, Germaniyada qanchalik qonun kuchliligini. GMP Made in Germany juda qattiq sifat nazorati hisoblanadi. Va tepada ko'rib turishingiz mumkin, Lyuksemburgskiy fan va texnologiya universitetidan Lestet sertifikat va o'ng tarafida yuqori Avstriya sertifikati bor. Bu kimlar uchun beriladi? Bu sport uyushmalari uchun beriladi. Sport uyushmalari bilamiz, chempionlar, mana sportsmenlar, jahon chempionatiga ishtirok etayotgan yoki olimpiada chempionatlariga ishtirok etayotgan yoki futbolistlar ham mana shunaqa mahsulot ichib yuradi. Ular ichishi uchun albatta mana bunaqa sertifikatlari bo'lishi kerak. Bu sertifikat nima degani? Shu mahsulotning tarkibida hech qanaqa gormon, stimulyatsiya beradigan mahsulotlar yoki dopingli mahsulotlar yo'qligidan dalolat beradi. Bilamiz, sportchilarning har bir yeb ichadigan mahsuloti albatta nazorat ostida bo'ladi. Bu ham albatta bizning mahsulotlarni qanchalik qattiq nazorat ostida ishlab chiqarilayotganidan dalolat beradi. Ko'rib turishingiz mumkin, maksimal xavfsizlik mutaxassislar va tahlilchilarning fikriga ko'ra, PM kompaniyasi oziq-ovqat qo'shimchalari bozorda o'z analoglaridan, ya'ni konkurentlaridan kamida 15 yilga ilgarilab ketgan. Sababi bizning mahsulotlar nafaqat mahsulotlarni ishlab chiqarish patentiga ega, balki ishlab chiqarishning asosiy NTC konsepsiyasi patentiga ham ega. NTC konsepsiyasi haqida hozir sizga ma'lumot beraman. NTC konsepsiyasi bu nima degani? Ya'ni nutrient transport concept. Oziq moddalarni tashish konsepsiyasi. Organizm tomonidan faol moddalarni 5 barobar tezroq va to'liq so'rilishini, shu bilan birga qayerga qancha kerak bo'lsa shuncha miqdorda so'rilishini ta'minlaydigan NTC texnologiyasi hisoblanadi. To'g'ri, peridozirovka degan narsa bo'lmaydi. Misol uchun, siz ichayotgan mahsulotni yosh bolachingiz ko'rib qoldi, shuni og'ziga solib qo'ydi, ta'mi yoqib qoldi. U siz yo'g'ingizda kapalab hammasini yeb qo'ydi. Bolangizda hech qanaqa побочный действие bermaydi. Bu ham albatta bu sohada ishlaydiganlar uchun juda ham muhim, sababi qanaqadir vrach besh barobar kuchliroq ta'sir qiladi. Ya'ni
Misol tarkibida kurkuminni oladigan bo'lsak, kurkuminni o'zini bir marta ichganingizda oladigan effektingizni 45 kun ichadiganingizda buni bir marta ichganingizda o'zi o'sha anaqani olasiz. Shu bilan birga metsilирование, ya'ni Microsolve Plus patentlangan texnologiyasi bor. Bu yog'da eriydigan vitaminlar, ya'ni mitsiliyalarni suvda erishini aniq qilib beradi. Hozir buni videosini ham ko'rsatib beraman. Mana bilamiz, koenzim Q10 yoki omega 3 moddalari bu yog' kislotalari bo'ladi va mana shu yog' bilamiz suvga aralashmaydi. Обычный masalan standart aptekalarda sotiladigan koenzim Q10 masalan yog'larni ko'rsangiz, mana chap tarafda bu suvga umuman aralashmaydi. Va mana o'ng tarafda ko'rishingiz mumkin. Bizlar PM International, ya'ni Fitline brendi ostida mahsulotlar ishlab chiqaradi. Bizlarning mahsulotni ko'ryapsiz. Suvga qayta aralashib ketyapti. Hali qoshiq bilan aralashtirgani ham yo'q. Mana обычный holatda yog' bilan suv umuman aralashmaydi. Bilamiz, suvda erigan narsalar bizning organizmimizga 98% so'riladi. Mana ko'rishingiz mumkin, suvda to'liq erib ketdi. Bu degani bizning organizmimizga 100% so'rilishini ta'minlab beradi. Bu ham juda ham katta plus. Bu mahsulotda hech qanaqa boshqa joylarda buni analogi yo'q. Xo'p, keyingi mahsulotlarimizdan liniyasida mana bizani optimal to'plamimiz. Kim Fitline mahsulotlarini olib ichmoqchi bo'lsa yoki kompaniyaga qadam qo'ymoqchi bo'lsa, albatta birinchi qadam mana shu yerdan boshlanadi. Nima uchun? Mana shu narsalar pastda yozib qo'yibdi. Ertalabdan toki tungacha 80% sog'ligingizdagi siz nima deydi? Organizmni potrебностini ta'minlab beradi. Hozirgi kunda juda ham mana kasalliklar ko'payib ketdi. Bularning asosini, sababini qaraydigan bo'lsak, vitaminlar, minerallar, probiotik, prebiotiklarda yetishmovchiligini hisobidan kelib chiqadi. Qarang, chap tarafda 12 xil ingrediyentdan tashkil topgan Activise Oxy Plus, vitamin B kompleks. Nima uchun Oxy Plus? Bu organizmda mana hozirgi kunda qon quyuqlashi juda ham ko'payib ketgan, juda ko'p. Hatto yosh insonlarda ham bu narsada kuzatilyapti. Mana shu Oxy Plus 10% ga organizmda kislorod almashinuvini yaxshilab beradi. Va bu narsa tarkibida guaranin bor, ya'ni kofega qaramlikni davolasangiz bo'ladi. Energiya juda kuchli beradi. Qayerda og'rig'ingiz bo'lsa, sirazi og'riqni davolaydi. Organizmda mikrotsirkulyatsiyani yaxshilab beradi. O'rtada ko'rishingiz mumkin Basics mahsuloti. Bu 28 xil ingrediyentdan tashkil topgan. Demak, bu gastroenterologlarda oltin standartiga kirgan mahsulot hisoblanadi. Yonlarda ko'rishingiz mumkin har xil kurkumin, selen, probiotik, prebiotik, vitamin A, C, E, ayurveda o'simliklari, shu bilan birga lipaza, amilaza, laktaza, proteaza kabi oshqozon osti bezi ishlab chiqaradigan fermentlari ham bor. O'ng tarafda ko'rishingiz mumkin 11 xil ingrediyentdan tashkil topgan Restorate mahsuloti. Nomidan ham ma'lum, bu restavratsiya qilib beradi. Ya'ni kun bo'yi ishdan charchab kelasiz va kechasi uxlab organizmni tiklashda yordam beradigan juda ham unikal mahsulot. Yonida ko'rishingiz mumkin vitamin D3, kalsiy, magniy, temir, rux, kaliy va hokazo 11 xil ingrediyentdan tashkil topgan. Shu bilan birga bu organizmda ishqorli muhitni ta'minlab beradi. Fitline mahsulotlarini ko'rishingiz mumkin, to'plamlarni. Endi mahsulotlar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Mana bizning pastda asosiy bizning mahsulotlar liniyamiz. Demak, bizning mahsulotlarning tarkibida Nobel mukofotini olgan moddalarimiz bor. Demak, har bir mahsulotimiz 100% tabiiy xushbo'y moddalari bor. To есть hech qanaqa konservantlar, hid beruvchi, ta'm beruvchi moddalar qo'shilmagan. Tarkibida tabiiy shakar o'rnini bosuvchi modda, ya'ni fruktoza bor. Bu degani saharni diabetlarga ham bemalol bersa bo'ladi degani. Keyingisi vegetarianlar uchun mahsulotlar bor. Bilamiz, chet elda vegan hayotda yashaydigan insonlar bo'ladi. Ular go'sht mahsulotlari iste'mol qila olmaydi. Ular faqat nima deydi, o'simlik, meva, sabzavotlar yeyveradi. Hatto o'shada ham ichsa bo'ladi. Bu degani mahsulot tarkibida hech qanaqa hayvon
mahsulotlar qo'shilmagan degan. Shu bilan birga glyutensiz, ya'ni kam oqsilli va laktozasiz mahsulotlarimiz bor. Va mana ko'rishingiz mumkin, men boya ham aytdim, nimaga boyagi listing sertifikati kerak, nimaga yuqori Avstriya sertifikati kerak. Bu albatta boya aytgandek, dunyo tan olgan sportsmenlar faqat va faqat Fitline mahsulotlarini iste'mol qilishadi. 30 dan ortiq mamlakatlardan 60 ta sport yo'nalishi bo'yicha 1000 dan ortiq yetakchi professional sportchilar aynan Fitline'ga ishonishadi. 15 dan ortiq sport uyushmalari faqat va faqat Fitline mahsulotlarini iste'mol qilishadi. Va o'ng tarafda ko'rishingiz mumkin, Aksim Haykemiz 1993-yildan boshlab Fitline mahsulotlarini iste'mol qiladi. U ekstremal chidamlilik bo'yicha ko'plab jahon rekordchisi, 70 dan oshiq yoshida. Mana rasmda ko'rishingiz mumkin. Umuman u yoshda bermaysiz, yopiq xonada 22 soatda 500 kilometr masofani bosib o'tgan mana shu inson. Bu albatta bizning mahsulotlarning kuchini ko'rsatadi. Mana yoshda organizm hech qanaqasiga qaramaydi. Undan tashqari Ismoilov Devdas ko'rishingiz mumkin, balandlikka sakrash bo'yicha mutlaq Osiyo chempioni, o'zbek sportchimiz. Bu ham albatta bizning mahsulotlarni doimiy iste'mol qilib yuradi. Videoga ham chiqib gapirgan, men unisini qo'yib o'tirmayman. Xo'p, undan tashqari kosmetika liniyasi bor. Kosmetika liniyasi haqida ko'p ham to'xtalib ham o'tirmayman. Mutlaqo tabiiy kosmetika liniyasi ham eng yuqori sifatli komponentlardan tashkil etilgan. Terini eng chuqur anaqasigacha yetib boradi. Dermatologik sinovdan o'tgan, hech qanaqa allergiya yoki qanaqadir nima bermaydi. Ajinlarni ketkazish va davolash xususiyatiga ega. Eng muhimi mutlaqo xavfsiz va tabiiy. Mana ko'rishingiz mumkin, Fitline mahsulotlaridan olingan natijalar. Soch to'kilishida, psoriazda, vitiligoda, ko'ks artrozda, itakdali. Чего только нет здесь. Hamma anaqa bo'yicha rezultatlar bor. Mana ko'rishingiz mumkin, faqat bizga xos xususiyat, faqat bizga xos natija. Mana chap tarafda ko'rishingiz mumkin, mana shu qizimiz nima deydi, dori farm mahsulotlarini noto'g'ri qo'llash bo'yicha qilganda allergiya berib olgan yuziga va bizning mahsulotlarni ichishni boshlagan. Mana 1 oydan keyingi holati, 2 oydan keyingi holati va 3 oydan keyingi mana o'zini holiga qaytgan holatni ko'rishingiz mumkin. Videoda ham gapirgan, endi men buni qo'yayotmaymiz. Endi o'rtoqlar, zamon o'zgardi, kapsula, tabletka, mana bu narsalar уже o'tgan asrda qoldi. Уже mana 5G asrga keldik. Ichish uchun ham qulay, ham mazali, ham foydali, ham oson, ham 5 karra samarali. Yosh bolalar ham yoki yoshi o'tgan insonlar ham juda ham приятно ichadi. Ana endi asosiy qismga o'tib keldik. Mana murojaatchilarni 90%, даже undan ham yuqorisidan ko'rishim mumkin, orasida moliyaviy muammolari bor insonlar. Men boya bir narsani aytmadim, aytish xayolimdan ko'tarilibdi. Meni o'zimning ustozim Saidmurod Davlatov dollaroviy multimillioner. U inson taniganlar biladi, что u insonni o'sha darsiga kirishda ham o'zi bo'lmaydi. Men o'sha insonning shogirdlari bo'laman. Xo'p, endi biznes qismiga o'tamiz. Albatta bozorda birinchi oldin iqtisodiyot, keyin siyosat turadi deydi-ku. O'shaning uchun biznes qismiga o'tamiz. Aqlli sotuvchi xarid paytida pulni tejaydi. Demak, bizda 3 xil narx bor. 3 xil narx. Biznes model sifatida mana shuni tushunib olish kerak. Demak, birinchi narximiz bu klientskiy narx. Shunaqa insonlar bo'ladi, ularga faqat mahsulot kerak. U ishlamaydi, hamkor bo'lmaydi, sotmaydi, boshqa qilmaydi. Ularga faqat klientskiy narx bo'ladi. Ikkinchisi, biznes hamkor bo'lasiz. Biznes hamkor bo'lganingizda 20% chegirmaga ega bo'lasiz. Siz klientga sotganingizda 20% qimmatiga sotasiz. Agar menejer bo'ladigan bo'lsangiz, 30% chegirmaga ega bo'lasiz. Mana bu yerda 45% chegirma ham bor. 45% chegirma har oyda 1dan 17-sanasigacha beriladi ba'zi mahsulotlarga va butun yilda 3 ta oyga, aprel, avgust va dekabr oylarida eng xadovoy zo'r mahsulotlarga 45% skidka e'lon qiladi kompaniya. Surogi ham zo'r bo'ladi, ya'ni kimlardir o'ylashi mumkin, surogi yaqin dorilarga skidka qiladi. Yo'q, unaqa emas. Surogi kamida 1 yil bo'ladi. Xadovoy narsalarga, zo'r ketadigan mahsulotlarga skidka e'lon qiladi. Shu o'z iste'molchilarni xursand qilish maqsadida. Bu ham bitta imkoniyat. Demak, ko'rishingiz mumkin, biznesni boshlash uchun bizda 2 xil paket bo'ladi. Demak, chap tarafda kichkina paket, bu 132 yevro. Hozirgi kunda dollarda где-то 157 dollar bo'lyapti. Bunga nima keladi? Optimal turdan boya boshida ko'rsatdik.
Power Cocktail, Restoret, sovg'asiga Activize, qo'shimchasiga brendovый sumочка va ichida stakanchalar bilan keladi. Katta paket bor, u 630 yevro. Bunda sirazi siz menejerlikka chiqasiz. 630 yevro dollardagi $800 atrofida bo'ladi hozirgi kunda. Mana xuddi mana shu nabordan 6 ta keladi va qo'shimchasiga kosmetika $90 turadigan Activize serum sizga sovg'aga beriladi. Ishni boshlash mana shu ikkita yo'ldan bittasini tanlaysiz. Agar tanlashga qiynalsangiz, menga murojaat qilsangiz, men o'zim sizga yo'nalishini ko'rsataman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin PM International kompaniyasining biznes imkoniyatlari. Bu yerda bir narsaga e'tibor qaratishingizni xohlardim. Huquqiy, adolatli, halol marketing rejasi. Bu nima degani? Mana shu marketingda, tarmoqli marketingda qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa, xuddi shunaqa marketing plan tuzilgan, 100 yillik strategiya tuzilgan va o'sha Germaniyaning sudi tarafidan pechatlangan. Ya'ni 100 yil davomida u marketingni hech kim o'zgartirishga haqqi yo'q. Hatto kompaniyaning asoschisi Robzortning o'zi ham uni o'zgartirishga haqqi yo'q. Chunki Germaniyada qonun juda ham ustun bo'ladi. U endi bizlarnikida bo'ladigan holatlar bo'ladi-yu, tepadagi kompaniya egasi o'zining kompaniyasida xohlaganda qonun, xohlaganda anaqa yaratib oladi. Yo'q, unaqa narsa u yerda yo'q. O'sha davlat belgilab bergan qonun bor, bo'ldi. O'shandan chetga chiqish mumkin emas. Xo'p, daromadiga keladigan bo'lsak, buni men nima uchun aytayapman? Kimlardir bo'lishi mumkin ichimizda buni marketingga qanchalik ishonchli, ertaga yo'qolib qolmaydimi, ertaga marketing o'zgarib ketmaydimi? Yo'q, u narsa garantiyalanadi. То есть 100 yillik masalan marketing bilan tuzilgan bo'lsa, o'shandan endigina 32 yil o'tdi, ya'ni 68 yil bor. Kompaniya 32 yil davomida dunyo bozorida o'zini o'zi ko'rsatib bo'ldi. Xo'p, chap tarafda ko'rishingiz mumkin, demak, bizda umumiy hisobda 7 xil daromad turi bor. Shulardan 3 tasi chakana daromad, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sotuv daromadi. Bu boya aytgandim, mana birinchisi 20% dan 45% gacha sotuvda o'zidan foyda olasiz. Ikkinchisi to'g'ridan-to'g'ri mijoz dasturi. Men boya boshida aytdim, Amerikada turib sizni qo'shningizga mahsulot sotib qo'yapti yoki bo'lmasa Rossiyada turib sizni qo'shningizga mahsulot sotib qo'yapti. Sizda ham xuddi mana shunaqa imkoniyat bo'ladi. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin o'zingizda shaxsiy kabinetingiz bo'ladi va o'sha shaxsiy kabinetingizda referalniy silkasi bo'ladi. Ana shu referalniy silkangizni o'zingizda ijtimoiy tarmoqlaringizga joylashtiradigan bo'lsangiz, uni qayerdandir ko'rib, mahsulot sotib, o'sha silka bo'yicha mahsulot sotib olganda sizga 15% dan 25% gacha yana daromad to'laydi. Shu bilan birga top sotuvchi bonusi bor. Bu yerda 2,5 ball qilsangiz bir oyda ichiga qo'shimcha 3%, ya'ni agar 5000 balldan yuqori qiladigan bo'lsangiz, qo'shimcha yana 5% daromad to'laydi. Bu faqat sotuvni o'zidan. Faqat sotuvni o'zidan men bemalol aytishim mumkin, oyiga spokойно $1000 pul topishingiz mumkin. 1000, 2000 bo'ldi. Undan uyog'iga qiynalasiz. Katta pullarga chiqish uchun 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 yevroga chiqish uchun esa albatta tarmoq qurish kerak bo'ladi. Keyingi 4 ta daromad turi ana shu tarmoqdan chiqib keladi. Demak, birinchisi o'qitish bonusi. Bunda bu uchun 50 yevro beradi. Birinchi daraja bonusi, ya'ni birinchi lineyazdagi partnyorlaringizdan 10% beradi ularning tovar oborotidan. Va chuqurlik bonusi bor. Ya'ni 6 darajali chuqurlik bonusi bor. Buni ishlamoqchi bo'lganlarga chuqurroq o'rgatiladi bu narsa. Har bir chuqurligingizdan, to есть siz tanimagan insonlarni anaqasidan ham tovar oborotidan sizga mana ko'rishingiz mumkin. 5% birinchi chuqurlikdan, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi chuqurlikdan 3%, 5-chi va 6-chi chuqurlikdan yana 5% beradi. Va shu bilan birga qo'shimcha boshqaruv bonusi bor. Bu albatta IMM kvalifikatsiyasiga chiqqaningizdan keyin boshlanadi. O yerda 2% dan 21% gacha qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Xullas, hamma joydan foyda ajratadi sizga. Mana ko'rishingiz mumkin, menejer bo'lasiz. Bu sotuvdan tashqari 100-200 yevro bo'ladi. Sotuv bo'yicha menejer bo'lsangiz 150-250 yevro bo'ladi. Marketing bo'yicha menejer bo'lsangiz 250 dan 400 yevro bo'ladi. Xalqaro aytganim IMM mana shu. Xalqaro marketing menejeri bo'lsangiz 700 yevrodan 1000 yevrogacha daromad olasiz. Vitse-prezident bo'lsangiz 1250 dan 2000 yevrogacha, katta vitse-prezidentda 2500 dan 4000 yevrogacha, prezident bo'lganingizda esa 7000 dan 10000 yevrogacha daromad olasiz va itakdalik. Mana shunaqa oshib boraveradi bu narsa. Kompaniyaning tadbirlaridan anaqalarni ko'rishingiz mumkin. Mana pastdagi o'rtada turgan mana shu er-xotinlar hozirgi kunda O'zbekistonda eng tepada turgan Irina Baxayeva va
Yevgeniy Baxayev. Ko'rishingiz mumkin. PM International kompaniyasining 30 yilligi mana 2023-yilda o'tkazilgan. 20 mingta odam kompaniya tug'ilgan kunda ishtirok etgan. Ana shu yerda 30 mingdan ortiq hamkorlar oyiga 1000 yevrodan daromad olgan. 2000 dan ortiq prezidentlar, ularning daromadi 8000 yevrodan oshiq bo'ladi. Va 80 ta Chempionlar Ligasi bor. Ularning daromadi 30 ming yevrodan boshlab 500 ming yevrogacha. Bu oyidagi daromad. Bir oyda oladi shuncha daromadni. Ko'rishingiz mumkin. Bora-bora o'sha kompaniyaning aksiyadoriga aylanishingiz mumkin. O kompaniya aksiyadoriga aylanganingizdan keyin oyiga minimum 500 ming yevro daromad topasiz. Undan tashqari ta'lim dasturi bor. IMM darajasidan boshlab, ya'ni boya xalqaro sotuv menejeri bo'lganingizdan keyin sizga ta'lim dasturi, ya'ni Germaniyaga tekin borib kelish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Borasiz, Germaniya o'zi yo'l xarajatlari, mehmonxona borib, bemalol o'qib kelish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sayohat dasturi bor. Yiliga 3 marta premium klassdagi tekin sayohatlar qo'yiladi. Xalqaro avtomobil dasturi bor. Xalqaro avtomobil dasturi ham albatta IMM dan boshlab boshlanadi. Bu yerda faqat brendovoy mahsulot, brendovoy avtomashinalarni olishingiz mumkin bo'ladi va o'sha uchun kompaniyangizga qo'shimcha daromadingizdan qo'shimcha 130 yevrodan 2000 yevrogacha pul to'lab boradi oyiga. Shu bilan birga nafaqa dasturi bor. Ya'ni pensiya, bizaniki o'zbeklar pensiyaga qiziqadi. Nafaqa dasturi ham juda ham ajoyib. IMM darajasidan boshlab boshlanadi. To есть IMM ga chiqqaningizdan keyin siz bilan 5 yillik shartnoma tuzadi kompaniya va o'sha 5 yil davomida daromadingizdan o'zi summa belgilaysiz. Misol uchun $50 yoki $100 summa belgilaysiz va siz qancha so'm vkladovat qiladigan bo'lsangiz, Germaniya sug'urta kompaniyasi o'shancha summa vkladovat qiladi. Misol uchun siz $50 tashlaysiz, Germaniya sug'urta kompaniya $50 tashlaydi. 100 tashlaysiz, sug'urta kompaniya 100 tashlaydi. Va 5 yil mobaynida yig'ilgan pulingizni 5 yildan keyin shunday qo'lingizga naqd ko'rinishda beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha rag'batlantirishlar, boya aytgandek, avtodastur, nafaqa dastur, tekin ta'lim va sayohat. Mana bizlarning premium avtodasturni olgan sponsorlarimiz, liderlarimiz bular endi ko'plar Rossiyada, endi bular ko'pchiligi. Sababi Rossiyada boshlangan, oldinroq boshlangan, endi O'zbekistonga endi kirib kelyapti. Xo'p, bizning jamoaga qo'shilib nimalarga ega bo'lasiz? Birinchi o'rinda dunyodagi eng tez rivojlanayotgan kompaniyada ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Oziq-ovqat qo'shimchalari bozoridan, ya'ni konkurensiyalardan 15 yil oldinda bo'lgan innovatsion mahsulotlar bilan ishlaysiz. Har bir mahsulotingiz 350 ta olim tomonidan yaratilgan va ular 70 dan oshiq patentga ega. Yiliga 3 ta sayohat, avtodastur, nafaqa dasturi, cheksiz daromad olish imkoniyati. To есть sizni daromadingizni hech kim cheklamaydi. Harakatingizga qarab daromad olaverasiz. Bu esa juda ham katta imkoniyat. Va munosib kompaniya. Yuzi shut bo'lmaydi. Haqiqatda Germaniya kompaniyasi mirovoy o'rindagi kompaniya bilan ishlaysiz. Bu albatta hamma uchun juda ham zo'r obro' deydi-ku. Kuchli ta'lim va taqdimot tizimi. Bizda juda ham kuchli o'qitish tizimi bor. Siz agar tizimni bilmagan taqdiringizda ham o'zimiz o'qitib o'rgatamiz. Harakatlarni aniq bosqichma-bosqich algoritmi. Sizga hech narsani nimandir yarating deyilmayapti. Tayyor yaratilgan tizim bor. Ana shu tizim bo'yicha ishlab bemalol daromad olishingiz mumkin. Tayyor chatlar va bo'sh bozor. O'zbekiston bozori hozirgi kunda bo'sh. Qolaversa, ne только O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston deyarli egalari bo'lmayapti. Sizdan bitta narsa qoladi, qaror qabul qilish qoladi. Xo'p. Demak, prezentatsiyamiz shu bilan tugadi. Savoli borlar uchun savol berishga, mana endi savollaringiz bo'lsa, bemalol eshitamiz, hammasiga javob beramiz. Kimda savol bor? Xayrli kech, yana bir bor hammaga. Sarvar Eldarovich, sizga kattakon rahmat. Mana shunaqa premium darajadagi webinar desam, trening desam, qaysi biri ma'qul bo'lsa ham prezentatsiya bo'lib o'tdi. Juda ham xursandman. Nima deydi? Berilgan barcha ma'lumotlar, endi savollar juda ham ko'p. Hali berib
chatlarimiz bor, o'zimizni nimalarimiz o'shanga berib boraman. Nima demoqchiman, bugungi prezentatsiyadan juda men xursandman, juda menga ma'qul, hamma narsa tushunarli, ko'rsatmalar bilan zo'r вообще, menga yoqdi. Men как бы novichok sifatida o'zimni nima deydi, taassurotimni bildirmoqchiman xolos. Rahmat viloyat opa, judayam zo'r tasvirlab berdingiz. Biznes bo'yicha savollar bo'lsa eshitamiz. Biznes bo'yicha yolg'on gapirmayman, ozgina uzilishlar bo'lib qoldi o'rtada. Endi bizada nima deydi, o'zbekchilik mana bu nomoshom nimalari bo'lib qoldi ozgina. Bor albatta, uzoq emas, yozga bormoqchiman. O'shanda nima qilib olamiz degan umiddaman. Hal qilib olamiz. Hammani vaqtini olmay, nima bo'lib qoldi, boshqalarda savollar bo'lsa bemalol. Rahmat viloyat opa. Rahmat. Xo'p. Xo'p, salomat bo'ling. Biznes bo'yicha tushunmagan joylaringiz bo'lsa, savol bering. Yaxshi bo'lmasa chatda yakunlaymiz. Hammaga xayrli kech, ko'rishguncha. Rahmat ustoz, yaxshi darslar bo'ldi, yaxshi